Bag'rikenglik musulmonning ziynati. Bugungi kunda tinchlikka eng ko'p ehtiyoj bordir. Tinchlik esa bag'rikengliksiz bo'lmaydi. Bag'rikenglik bu boshqacha fikrlaydigan, boshqa tilda so'zlashadigan yoki boshqa e'tiqoddagi insonni ham hurmat qila bilishlikdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech kimga zulm qilmaslikni, har doim adolatli va yumshoq bo'lishlikni buyurganlar. Haqiqiy musulmon odamlarni ajratmaydi, balki ularni yaqinlashtiradi. Bag'rikenglik bu jamiyatning tinchligi, oilaning osoyishtaligi, insoniylikning komilligidir. U yo'q bo'lgan joyda kelishmovchilik, hasad, gina adovatlar paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir inson bag'rikenglikni o'z hayotining mezoniga aylantirmoqligi maqsadga muvofiq bo'ladi.